Mana qissamizga qaytadigan bo'lsak, sehrgarlarning 40 tasi birdaniga iymon keltirishdi. Ibn Abbos roziyallohu anhu aytadi, Misrliklardan faqatgina 3 ta odam Musa alayhisalomga iymon keltirdi. Bu Osiyo binti Muzahim, ana shu Fir'avnning ayoli. Mana aytdik, kamola minar rijali kasir dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Erkaklardan juda ko'pi kamolat darajasiga yetdi. Payg'ambarlar, shahidlar, nabiylar, siddiqlar. Lekin ayollardan faqat 4 tasi komila bo'ldi. Shulardan bittasi Osiyo binti Muzahim. Qiyomatda, oxiratda Osiyo ona Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zavji ikromlaridan bo'ladi. Maryam binti Imron qatorida. Ikkinchisi shaharning chetidan shoshilib kelgan kishi. Ya'ni ana shu Musa alayhisalom odamni o'ldirib qo'ygan paytda va ja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Shaharda tashqarisidan bir kishi shoshilib kelib, "Ey Musa, Malola seni o'ldirmoqchi bo'lyapti, chiqib ketgin" dedi. Shu kishi ham iymon keltirgan edi. Va Fir'avnda saroyda yashagan bitta kishi bor edi, mo'jizani ko'rgandan keyin iymon keltirdi, lekin iymonini yashirdi. Mana shu 3 ta odamdan boshqa hech bir misrlik bu yerda 40 ta sehrgar iymon keltirishmadi. Qolgan hammasi kufrda bo'lgan edi. Fir'avn yengilib qoldi. Ya'ni ishongan 40 ta sehrgar iymon keltirib olgandan keyin yonidagi vazirlariga, kohinlariga maslahat soldi. Nima qilaman endi? Subhanalloh. Inson bir ishni qilishida ikkilanib, gangib turgan bo'lsa, yonida haqni ko'rsatadigan bir birodari bo'lsa, bu eng boy odam. Shunday emasmi? Insonni haqdan toyilib ketishligi bitta musibat. Endi undan ham kattaroq musibat haqdan toyilgan paytingizda to'g'ri yo'lga solib qo'yadigan odamingiz yo'qligi. Bu birinchisidan ham og'irroq musibat. Endi undan ham og'irroq musibat nima? Haqqa boshlaydigan og'ayningiz bo'lib turib ham uni gapiga kirmaydigan bo'lib qolishligingiz musibatning kattasi. Ya'ni menga maslahat berishdi, menga yo'l ko'rsatishlikdi. Ya'ni ilmli-da. Birodarlar, kullu bina adama xatto'on degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Odam bolasi borki, xato qiladi, kim bo'lishidan qat'iy nazar. Shunday emasmi? Shayton ham ilmli bo'lgan. Lekin o'sha ilmiga katta-katta kibr qilgandan keyin iblis layin bo'lib ketdi. Falamma ja'ahum bil haqq min indina qalu qtulu abna alladhina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum wama kaydul kafirina illa fi dalal. Ana shu Fir'avnga va Misrliklarga ochiq mo'jiza haq zohir bo'lgandan keyin nima qilishdi? O'g'il bolalarni so'yinglar, ayollarni tinch qo'yinglar, ya'ni tek qo'yinglar. Menga ibodat qilmadinglarmi dedi Fir'avn? Mana endi men sizlarga ko'rsataman dedi. Banu Isroilga azob qattiq bo'lib ketgandan keyin ana shu saroyda yashab, iymon keltirib, iymonini yashirgan kishi ularga haqni ro'baro qildi. Va qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu iymanahu ataqtuluna rajulan an yaqula robbiyalloh va qad ja'akum bil bayyinati min robbikum. Fir'avnda saroyda yashab dedi Alloh taolo. Iymon keltirib, lekin iymonini yashirgan kishi ularga aytdiki, axir bir kishi Robbim Alloh deb qo'ygani uchun o'ldirib yuborasizlarmi uni? Axir u sizlarga ochiq Parvardigoringlardan mo'jiza hujjatni olib keltirgan-ku. Ya'ni hujjat zohir bo'lib tursa ham, sizlarga yoqmasanglar uni har xil laqab bilan laqab berasizlarmi? Ya'ni bizga yoqmasligi hech narsa emas. Kitobi sunnatga to'g'ri kelyaptimi? Bizga yoqmasa ham u haq. Bizni yurish-turishimizga teskari to'g'ri kelgan bo'lsa ham, kitobi sunnatda gapiryaptimi? Haq u. U bizga yoqmayapti u. Bizga yoqmaganligi bu faqat bizga yoqmaganligi. Inson havoy nafsiga qul bo'lib qolganda shunday bo'lib qoladi. Haq gapirilsa ham unamaydi. Bu kishi da'vatni eng ulug'ini qoyim qildi. Ya'ni shahidlarning eng a'losi dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Hamza ibn Abdul Muttolib va zolim hokimga haddidan oshayotgan rahbarga borib haqni gapirgan kishi uni ana shu zolim o'ldirib olsa, shu shahidlarning eng a'losi mana shu ikkita odam dedi. Bu ana shu ishni qildi. Zolim bo'lgan, tug'yonga ketgan Fir'avn, ana robbukumul a'la, men sizlarning oliy parvardigoringlarman degan Fir'avnga Allohni eslatdi. Sen bitta bandasan, sen ham o'lasan, Allohning huzuriga borasan, yalang'och turasan degan narsani zohir aytdi. Bu da'vatning eng ulug'i mana shunisi bo'ladi. Chunki hayotini o'limga ro'baro qilib, hayotini garovga qo'yib gapirdi bu narsani. O'shuning uchun payg'ambarimiz aytayapti, shahidlarning eng oliysi Hamza va
zolim hokimga borib turib tikkasiga gapirib va shahid qilingan kishi deyildi. Bu kishi mana shuni da'vatni qoyim qildi. Musa alayhisolamga mana shu 40 ta sehrgar va Misrliklardan faqat 3 tasi iymon keltirdi va Banu Isroil ham iymon keltirdi. Fama amana li Musa illa zurriyatun min qawmihi ala khawfin min fir'aun va malaikihim an yaftinahum va inna fir'auna la'alim fil ard va innahu laminal musrifin. Fir'aundan qo'rqib iymon keltirishdi. Hujjat keldi, Fir'aun ko'rdi, baloni ziyoda qildi. Alloh taolo mana shu Fir'aunni qilgan o'jarligiga Misrning ustiga yoppasiga balo olib yuborishni boshladi. Qalu Musa qala Musa ya qawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin qalu ala rabbina ala Allohi tawakkalna. Banu Isroil shikoyat qildi. Ey Musa, sen kelishingdan burundan bir o'g'illarimizni so'yishgan edi. Ya'ni Musa alayhisolamning tug'ilishidan burundan xabar bo'lganmidi? Banu Isroildan bittasi chiqadi. Seni halokatingga sabab bo'ladi degan gapni eshitganda bir so'ygan edi. Keyin Musa alayhisolam ketdi, so'yish to'xtadi. Endi payg'ambar bo'lib kelgandan keyin ikkinchi marta so'yish boshlanyapti. Aytishadiki, qalu uzina min qabl an ta'tiyana va min ba'di ma ji'tana. Tug'ilmasingdan oldin bir xor bo'ldik. Endi kelgandan keyin ham bir xor bo'ldi dedi. Agar sizlar Allohga iymon keltirgan bo'lsangiz, tavakkal qilinglar, g'am qilmanglar deyapti. Allohga suyaninglar dedi, Allohga suyaninglar dedi. So'ngra tavba qilishdi. Robbana la taj'alna fitnatan lil qawmiz zolimin va najjina bi rahmatika minal qawmil kafirin va awhayna ila Musa va akhihi an tabawwa'u li qawmikum bi Misra buyuta. Parvardigoro, bizlarni zolim qavmga fitna qilmagin. Bizlarni kofir qavmdan rahmating bilan qutqargin va Musoga va uning akasiga uylarda va'da qilingan kunda ularni topish oson bo'lish uchun uylarga belgilar qo'yinglar dedi. Waj'alu buyutakum qibla. Uylarda namoz o'qinglar va alomatlar qo'yib qo'yinglar. Ya'ni bir kun keladi, Misrdan chiqib ketasizlar. Shunda bir-biringlarni ista mana Yahudiyning uyimidi, Misrning uyimidi deb ikkilanmaslik uchun belgi qo'yib qo'yinglar, shart-shart bir-bilan maqlasizlar, chaqirib chiqib ketib qolasizlar. Banu Isroil xor edi. Fir'aun butun dunyo hukmronligi, butun bir quvvat Fir'aunning qo'lida edi. Shunda Musa alayhisalom butun quvvatga egasi bo'lgan, butun boylikka egasi bo'lgan Parvardigorga duo qildi. Va qala Musa robbana innaka atayta fir'auna va mala'ahu zinatan va amwalan fil hayatid dunya. Parvardigor, sen Fir'aunga va uning atrofidagi malolarga dunyo hayotini zinatlarini beribsan. Ya'ni bizdan ko'ra nima qilib qo'yibsan? Ko'proq ne'matlantirib qo'yibsan. Robbana liyudillu an sabilik. Seni yo'lingdan adashishlik uchun. Ya'ni bir dunyo kelsa bir odam hidoyat topib ketar ekan, shu sabab Allohga shukr aytib, yana bitta odamga Alloh taolo dunyoda berib qo'ysa, tug'yonga ketib qolar ekan. Mana Alaq surasida keladi. Aroyta inkaf Allohumma solli ala Muhammad. Mana uni haqqiga duo qildi, duoibat qildi. Robbana itmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabilal ladina la ya'lamun. Parvardigor shuncha narsani berib qo'yibsan, adashtirib qo'yibsan shu narsalar bilan. Endi nima qilgin? Ularni qalblarini ushlagin. Ularni qalbiga qo'rquv solgin. Seni azobingni ko'rmaguncha bularni birortasi iymon keltirmaydi dedi. Alloh taolo javob berdi. Ey Musa, sizlarga qilgan duoinglar ijobat bo'ldi. Haq yo'lda mustahkam turinglar. Bilmaydigan kishilar yo'lga ergashmanglar. Qala asa robbukum an yuhlika aduwakum va yastakhlifakum fil ardi fayanzuru kayfa ta'malun. Alloh taologa mana Musa alayhisalom duo qildi. Banu Isroil shikoyat qilgandan keyin Alloh aytdi: ehtimol Parvardigoringlar ularga bergan narsani olib, sizlarni hukmron qilib qo'yar yer yuzida. Shunda ko'radi sizlarni nima qilganinglarni dedi. Ya'ni bu yerda inson yo'q bo'lib turganda, halol, pokiza, taqvoda yashab turib, bo'lib ketganda qaysi holatda yurishligiga e'tibor qilish kerak bo'ladi. Mana mag'lubiyatga sabr qilishlik og'irroqmi yoki g'olib bo'lganingizda sabr qilishlik
og'irroqmi? Nima deb o'ylaymiz shuni? Yutkizganingizdan keyin, zaif bo'lganingizdan keyin xolamay nima qilasiz? Sabr qilasiz. Pulni tejab ishlatasiz, bor yo'g'iga shukr qilasiz, ozgina chidaysiz. Endi bo'lib ketganingizda-chi? Mana bir davr keldi Biz ham yaxshi bo'ldik, mana Xudo duolab, biz ham bir endi ketmonimiz ushdi. Insonga qo'liga ozgina dunyo kelganda tug'yonga ketar ekan. Yashayotdi oddiy solingan uyida. Endi bo'lib ketgandan keyin nima ketyapti? Tug'yonga ketyapti. Hattoki yiliga 2 marta uyni remont qilayotgan odamlar yo'q emas hozirgi kunda. Nima emish? Yangichasi chiqib qopti. Bir 20 yil burungi holatini qarasa, uyalish kerak edi shunday qilishlikdan. Nonga pul topolmagan kunlari bor edi. Insonning tabiati ekan bu. Qo'lida bo'lib ketganda inson tug'yonga ketib qolar ekan. Alloh taolo aytayapti, hali biz sizlarni hukmron qilib qo'yamiz. Ularga bergan narsani sizlarga ham beramiz. Qani nima qilasizlar o'shunda? Nima bo'lyapti dunyoda birodarlar? Yahudiylarning qo'lida bo'lsa dunyodagi deyarli hamma boylik nima bo'lyapti dunyoda? Tug'yonga ketilinyaptimi? Alloh taolo Isro surasida aytadi: "Ey Banu Isroil, sizlar yer yuzida 2 marta buzg'unchilik qilasizlar" deydi. Bittasi o'tib bo'ldi. Birinchisi bo'lganda falon ishni qildik dedi Alloh taolo. Inshaalloh mana shu qissaning davomida keladi. Ikkinchisi kelganda deydi. Qo'liga berib qo'ydi, nima qilishyapti? Biz nima qilamiz? Biz g'olib bo'lganda sabr qilish qiyin, mag'lub bo'lgandan ko'ra. Yo'q bo'lib turgan paytda sizga zulm qilyapti, tajovuz qilyapti, har xil gapni eshityapsiz, chidayapsiz yo'qlik uchun qo'lingizda. Endi bo'lib ketganingizdan keyin siz sabr qila olasizmi? Biz har bitta ishimizda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ibrat olishimiz kerak. Shunday emasmi? Mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda Makkada qanchalik ozor berishdi payg'ambarimizga. Namoz o'qib turganda mushriklardan bittasi shunga kelib, bo'ynini sajda qilib turgan paytda bo'ynini ezib turdi payg'ambarimizni. O'lib qolishga yaqin bo'ldi Rasululloh. Muhammad Amin, Muhammad Sodiq bo'lgan, hamma hurmat qilib yaxshi ko'rgan payg'ambarimiz payg'ambarlikni olib kelganda tepalashmadimi? Mushriklarning kattalaridan 7 tasi o'tirganda, payg'ambarimiz sajda qilib turganda tuyani ichiga chavog'ini olib borib boshiga tashab qo'yishmadimi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalariga qancha aziyat berishdi. Toifga borganda toshbo'ron qilib haydashmadimi? Zaifmidi? Mag'lubmidi? Chidashdi, chidashdi. Endi Makka fath bo'ldi. Makka musulmonlarning qo'liga o'tdi. Qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkaga qo'shin bilan kirib kelayotgan paytlarida sahobalardan bittasini qo'liga makkalik muhojirlardan bayroqni bergan bo'ladi. Al-yawma yawmul malhama deydi. Bugun deydi, bayroqni ko'tarib kelayotganligi bayroq bor. Eski yaralarimizga malham qo'yadigan kun keldi. Ya'ni kimi qo'liga o'tdi? Bizni qo'limizga o'tdi. Bugun adamini beramiz makkaliklar dedi. G'olib bo'ldi-da. Aytayapmiz-ku, mag'lubiyatga chidash bilan g'alabaga chidash o'rtasida katta farq bor. G'alabaga chidashlik qiyin. Payg'ambarimiz bayroqni shart olib boshqasiga berib qo'ydi. Sen ko'tarmaysan bayroqni deb. Al-yawma yawmul malhama deb marhama dedi Rasululloh. Bu bugun yaralarga malham qo'yadigan, bir alamimizni o'chimizni oladigan kun deganda payg'ambarimiz yo'q. Bugun rahim shafqat kechiriladigan kun dedi. Chunki g'olib bo'lganda insonni kechirish qiyin. Sizni qo'lingizga o'tib qoldi. Endi nima qilasiz? O'shuncha Alloh taolo aytayapti. Hali qo'lingizga beraman shu Fir'avnning qo'lidagi narsani. Ko'raman sizlarni nima qilganinglar deyapti. Agar mana Fir'avnga dunyoda berding, adashlik uchun deyapti. Agar biz so'rayotgan narsa bizni adashib tug'yonga ketishimizga sabab bo'lsa, demay qo'yaversin so'rayotgan narsamizni. Shunday emasmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makka ahlini yig'ib kelib turib, endi men nima qilaman sizlarni bilasizlarmi dedi. Ya'ni yuragingiz qaynab ketadi odam. Nima qilardik biz bo'lsak? Biz bilamiz nima qilishimizni. Ahul Karim, Ibn Ahul Karim deb yalinishga o'tishdi. Siz Karim kishisiz, Karim kishisining o'g'lisiz dedi, antumut tulaqa. Sizlar bo'shsizlar, ozodsizlar deb qo'yib yubordi. Qirib tashlasa haqqi bor edi Rasulullohning. Musulmonlarga chakanasiga ozor berishganmidi? Kechirgan edi. Va mana shu kechirishligi bilan Makka ahlini qalbini kasb qilmadimi? Shart gapirib olish oson. Sen anaqasan deb. Sen manaqa ekansan deb kechirib qo'yishlik qiyin. Mana shu Makka fathidan bir katta xulosalar olsak bo'ladi. Ya'ni sizlarga beramiz, ko'ramiz sizlar nima ish qilishinglarni. Va laqad akhazna ala fir'auna bis-sinin. Musa alayhisalom Fir'avnni qavmiga duo ibodat qilgandan keyin, duo o'qigandan keyin Alloh taolo Fir'avnni
bir necha yil mashaqqat, qurg'oqchiliklardan mana endi mo'jizalar boshlanadi akalar. 15 ta 16 ta balodi mo'jizani ko'rgan Banu Isroil. Shunda ham iymon keltirib Musa alayhisolamga taslim bo'lmagan. Shuncha Alloh taolo la'natlagan bo'lardi. Yomg'ir to'xtadi. Qurg'oqchilik boshlandi. Hamma yoq quridi, ocharchilik boshladi. Shunda Musa alayhisolamni Fir'avn chaqirib, aytdiki, bu Musoning ishi dedi. Biz Musoni qiynagan. Qarang, biladida haqda shu yerga odam hayron qolasan, hidoyat Allohdan ekanda. Biladi Musoni Robbisi qilyapti. Banu Isroilni azoblagani uchun xor qilyapti Alloh. Chaqirdi. Agar Robbingga duo qilib bu baloni ko'tarsang, Banu Isroilga azobni to'xtataman dedi. Mana otalarimiz o'tiribdi, yaqin tariximizga qaraydigan bo'lsak, Stalin degan bittasi bo'lgan edi. Dinni rasaga qatirib yo'q qilib tashlaganda cherkovda ham, masjidda ham. Urush raza avjiga chiqqan paytda masjidlarga, cherkovlarga nima qilingan? Qarang-a, boshi bir tupikka borib taqalganda Alloh der ekanda. Xo'p, masjidlarda mana shafoat hojakalarda aytishadi, ostoqollarimiz borib gaplashib kelib masjidlar ochilgan, jome masjidda namoz o'qiganmiz deyishadi. Mana kattalar bilasizlar. Qani shular ham bilar ekan, Xudoning yo'q deb dinga qarshi kurashayotganlar ham ruxsat bergan ekan, ish tushganda Allohga. Inson boshiga musibat kelganda, kasal kelganda Alloh der ekan. Jinni ishlar tekkizib qoladigan bo'lsa, Allohni eslamay qo'yar ekan. Subhanalloh. Bu Fir'avn ham xuddi shu qilyapti. Qurg'oqchilik bo'lib, ocharchilik olib ketuvdi. Sen Robbingga duo qil, Alloh baloni ko'tarsa, men sizlarga azoblanmayman dedi. Musa alayhisalom duo qildi, suv yana keldi, daryolar to'ldi, yomg'ir yog'di, hayot mo'lko'chilik bo'lganda yana azobni davom etaverdi.